Assalomu alaykum teletomoshabinlar. Kun mavzusi ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Bugun biz diniy ekstremizm va terrorizm haqida so'z yuritamiz. So'nggi paytlarda Islom davlati IGIL deb nomlanadigan bir tashkilot, terroristik tashkilotni faollashuvi ko'pgina mamlakatlarni siyosiy ham iqtisodiy ahvolini tang ahvolga solib qo'ymoqda. Yana bir tashvishli holat, Islom davlati safi tez sur'atlarda ko'paymoqda. Bunga sabab nima bo'lmoqda? Bugun davra suhbatimizda shu haqda so'z yuritamiz. Nega diniy ekstremistik oqimlarni faollashuvi so'nggi paytlarda avj olmoqda? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz hamdiyarlar. Albatta bu kunda dunyo olamida bo'lib turgan qolaversa islom nomidan bo'ladigan bu narsa siz bilan bizga bir begona emas. Buni asosiy sababi shundan iboratki, biz Tojikiston xalqini 98%ni musulmon xalqlari tashkil qiladi. Bu vosita o'sha bizlarni islomiy boyagi diniy aqidamizga bu narsani bog'lanmoqligi mana shu kecha kunduzda ko'pgina kishilarimizni ana shu islom nuqtai nazaridan boyagi islomni to'g'ri tushunmasliklari, islomni to'g'ri talqin qabul qilmasliklari va qolaversa mana shu islom to'g'risidan umumiy bir ma'lumotga ega bo'lmasliklari shu ba'zi kishilarimizni mana shu kecha kunduzlardagi hayotimizda, jamiyatimizda sodir bo'ladigan shu yoshlarimizni aldanib qolishligiga sabab bo'lyapti. Avvalambor inson buni oldini olishni nima ish qilish kerak? Buni asosiy oldini olishning birinchi sababi inson shukrli bo'lish kerak. Chunki siz bilan biz bir o'tmishga agar bir nazar soladigan bo'lsak, to davlatimiz shu mustaqillikka erishgandan burun shu biz musulmon bandalarini diniy e'tiqodiga nisbatan boyagi e'tibor qanday edi? Muomala qanday edi? Lekin vaqtiki siz bilan biz mustaqilga erishib, davlatimiz tarafidan mana shunday bir 98% mumkin undan oshiqroq xalqlarni shu islom diniga e'tiqodiga davlatimizning qonunchiligi bir qancha keng yo'llarni, kafolat yo'llarini belgilab berdiki, bu narsa orqali siz bilan biz mana shu kecha kunduzlarda shu boyagi vijdon erkinligiga, din erkinligiga, o'zimizni diniy yo'llarimizni buni intihob qilish, qabul qilish erkinliklariga bo'ldik. Va qolaversa, shu agar Soyuz davrida Tojikiston Jumhuriyatida agar 17 ta masjid agar faoliyat yuritgan bo'lsa, hozir mana shu kecha kunduzlarda Tojikistonda 4,5 mingdan oshiq shu masjidlar faoliyat yurgizyapti. Bu hammasi nimasi? Bu hammasi Alloh taoloning shu siz bilan bizga bergan ulug' bir ne'mati. Avvalambor siz bilan biz mana shu narsani bir qadrga yetishimiz kerak, qadrlay olishimiz kerak. Dunyo hayotida ikkita kufr bor. Biri haqiqiy kufr, ikkinchisi kufroniy ne'mat dedilar. Ya'ni u kufr nima? U kufr boyagi Xudoni birligini tan olmaslik yoki Xudoni tan olib turib unga yana bir narsani vosita qilishlik, bu shirk, kufrlikka olib keladi. Ikkinchi kufr ne'mat, vaqtiki Alloh taolo insonlarga o'sha uni hayotini zarurati uchun berilgan mana bunday bir din ne'matlarini berishlik va shuni inson boyagi o'z joyida to'g'ri qabul qilib, to'g'ri shuni hayotga tatbiq qilmaslik ham bu shu bir kufr ne'matga kiradi. Shuning uchun asosiy bu yerdagi mana shu yoshlarimizni mana shu kecha kunduzlarda shu islom to'g'risidan bir to'g'ri ta'limot olmasliklari, boyagi islomiy fiqhni to'g'ri tushunmasliklari va shuni oxir oqibatida ko'p boshqa insonlarni tasarrufiga tushib qolishligi bugun ularni albatta saflarini ko'paytirishga sabab bo'lyapti. Ikkinchidan, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bundan 14 asr oldin shu biz ummatni ogoh qildilar ki Isroil qavmi 72 firqaga bo'linadilar va meni ummatim 73 firqaga bo'ladilar. Endi mana o'zingiz ko'rib turibsizki, dunyo hayotida shu islomiy nomlar ko'payib ketyapti. Boyagidagi Hizb Tahrir, Salafiya, Jundulloh, Ikhvanul Muslimin, qolaversa mana bu
hozirgi mana Iroq va islomiy davlat, albatta bu narsa to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni ogohlantirdilar va aytdilarki, mening ummatim 73 firqaga bo'linadi dedilar. Va buni bir firqasi ahli jannat dedilar, qolgan 72 firqasi ahli do'zax dedilar. Agar siz bilan biz mana shu kecha kunduzlarda mana shunday bir islomiy guruhlarga qo'shilgan kishilarni agar har musulmon nuqtai nazaridan agar oladigan bo'lsak, lekin o'sha guruhlarni asosiy shu kecha kunda olib boradigan ish faoliyatlariga agar bunday nazar soladigan bo'lsak, umuman bironta bir amali boyagi islomni talobatlariga, islom shariatiga va uni asosiy islomni nizom bo'lgan Qur'onning hukmlariga Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklariga to'g'ri kelmaydi. Hattoki Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar dedilar bir banda bir musulmon bandani zarariga yoki uni o'limiga agar shu bir og'iz so'zi bilan agar yordam beradigan bo'lsa dedilar, erta qiyomat kuni Alloh taolo o'sha bandani peshonasiga bu banda Allohning rahmatidan noumid deb yozib qo'yar ekan. Endi mana shu kecha kunduzda agar biz bunday qaraydigan bo'lsak, shu mana shunday islomiy ekstremizm, terrorizm, qolaversa har qanday firqalarga, guruhlarga bo'ynagi kirib, shu narsalarga bo'ynagi ularni dasturlarini hayotga tatbiq qilgan kishilarimizning ayni faoliyatlari xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man qilgan bo'ynagi guruhlarga kirib qoladi. Va shu terroristik guruhlarga a'zo bo'lganlar o'zlarini jihod qilishadi. Bu bilan o'zlarini jannatga kiraman deb hisoblashadi. Siz shunga qanday qaraysiz? Masalan, so'nggi paytlarda hattoki Yevropada ham metrolarda, odamlar gavjum bo'lgan joylarda o'zlariga portlovchi moddalarni qo'yib, xalqni ichiga kirib o'zlarini portlatib, hattoki bunda bolalar, ayollar, qariyalar, begunoh odamlarning o'limiga sabab bo'lmoqda. Bu savolga avvalambor Alloh taoloning o'zi Qur'onda javob beradi. Qur'onda Xudo taborak va taolo sura Nisoda marhamat qilib aytadiki, agar bir inson bir mu'minni agar qasddan o'ldiradigan bo'lsa, bas uni jazosi do'zaxdir dedilar. Va unga Alloh taoloning azobli, alamli azobi bor va unga Allohning la'nati bor deyapti. Ikkinchidan, jihod tushunchasi nima o'zi? Agar bir banda mu'minni diniga, diyonatiga, uni mulkiga, moliga, uni qo'ynagi shaxsiyatiga agar boshqa tarafdan tajovuz bo'lmasa, u banda jihod qilishga haqqi yo'q. Aynan mana shu kecha dunyo olamida sodir bo'lgan ishga bunday qarasangiz, hamma davlatning qonunchiligi o'sha davrdagi o'sha yerda yashayotgan insonlar, musulmonlarning haqqini, huquqini himoya qilyapti. Hech qayerda bir musulmonni haqqi poymol bo'lgani yo'q. Uni diniga nisbatan bir e'tiroz bildirilgani yo'q. Shunday bo'lgandan keyin bizni mana shu o'zimizni boyagi islomiy fiqhni asosiy manbai bo'lgan Muxtasarul Viqoya kitobini jihod bobida aytadiki, jihod qachon farz bo'ladi? Jihod shu paytda farz bo'ladiki, o'sha musulmonning diniga, diyonatiga tajovuz bo'lsa. Alhamdulillah bizga hech kim dinimizga tajovuz qilgani yo'q-ku. Buni yuqorida aytganimiz 17 ta masjid bordi, 4,5 mingta bo'lib ketdi. Alhamdulillah hajga ilgari butun Tojikistondan 20 ta, 22 ta odam boradi, hozir mana 6,5 mingta odam boryapti. Yil sayin davlatimiz shu musulmonlarning diniy e'tiqodlariga keng sharoitlarni yaratib beryapti. Shu narsalarni tub haqiqiy jihodni o'zini ma'lum bir ma'nosini bilmaganligi uchun, buni haqiqiy boynagi o'zini fiqhiy yoki shar'iy usullarni bilmaganligi uchun bugun yoshlarimiz mana shunday bir jihod deb o'zlarini Alloh taoloning bir azobiga, la'natiga, do'zaxiga sabab bo'lishga bo'ladigan narsalarga qarab yo'l yurmoqdalardi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu kecha kunduzda hozir nafaqat dunyo olamida, shu umuman shu qit'alarda ham bo'ylangilarda hech bir musulmonni bo'ynagi jihod qilib chiqishiga hech qanday bir sabab yo'q. Mana endi hozir shu terroristik guruhlar haqida so'z yuritdik. Shu tarixda, islom dini tarixida terroristik guruhlar paydo bo'lishi qachondan boshlangan? Din asli bu g'oya, e'tiqod, madaniyat, ilm hisoblanadi.
insoniyat tarixida insoniyat rivojlanishi, taraqqiy etishi bilan turli xil ibtidoiy dinlar, keyinchalik mana jahon dinlari yoki rivojlangan dinlarda mana yahudiylik, zardushtiylik, xristian, islom va ana shu tariqa dinlar vujudga kelgan. Tarixda hamma vaqt har bir dinlarda ham turli xil oqimlar, guruhlar hukm surgan. Din bu e'tiqod, g'oya dedik. Shu bilan birgalikda din bu hokimiyat ham. Ana shuning uchun dinni kuchidan jamiyatdagi hukmron sinflar foydalanib, hamma vaqt hokimiyatni egallash uchun foydalanganlar. Jumladan ana shu islom vujudga kelgan paytda 7-asrdan boshlab ham islomda ham turli mana oqimlar, guruhlar vujudga kelgan. Mana hozir hoji domla aytib o'tganlaridek, mana turli xil firqalar vujudga kelgan. Ular ham hokimiyat uchun, boshqa uchun kurashlar qilganlar. Bu terrorizm, bu odamni bir chaqadan turib yo'q qilish, o'ldirish. Terror qo'rqitish. Terror bu shu tarixda 5000 yillik insoniyat tarixida u kelgan. Terror ayniqsa 19-asrda hokimiyat uchun kurashdik, avj oldi. Va hozirgi terroristik harakatlarga keladigan bo'lsak, terroristik, ekstremistik oqimlar 20-asr o'rtalaridan nihoyatda avj olib, hozirgi paytda islom olamida, dunyoda avjga chiqib boryapti. Yana bir narsa, olimlarning fikriga qaraganda, yer yuzida hozir islom nufuzi ortib boryapti. Islom kuchaygandan keyin yer yuzidagi xristianlar islomning nufuzini pasaytirish uchun aynan islom mamlakatlarida turli xil har bir davlatda muxolifat kuchlari bor, oppozitsiya deymiz. Qarshi kuchlar hukumat. Ana shu kuchlarni topib, tashqi kuchlar, ayniqsa shu xristian mamlakatlari, eng rivojlangan mana Amerika, Yevropa davlatlari aynan shu kuchlarga turli xil iqtisodiy, siyosiy yordam qo'lini cho'zib, shu xalqlarni junbushga keltiryaptilar. Va ana shu tufayli mana islom olamida, Osiyo mamlakatlarida, Yevropada, boshqa joylarda aynan terroristik harakatlar. Bular hammasi pul tufayli amalga oshirilyapti. Shu tufayli dunyoda qon to'kilyapti. Nohaq odamlar o'lyapti. Shu bilan islom badnom qilinyapti. Islomning obro'siga putur yetkazish holatlari bo'lyapti. Siz to'g'ri qayd etib o'tdingiz. So'nggi paytlarda islom diniga kiruvchi boshqa dindagi buyuk shaxslar ham, olimlar, sportchilar orasida ko'proq kuzatilmoqda, lekin islomni niqob qilib olib boshqa maqsadlarda foydalanadigan shaxslar, siyosatchilar ham ko'payib bormoqda. Mana Liviya davlatini oladigan bo'lsak, Iroq davlatini oladigan bo'lsak, boshqarib turgan rejim yo'q qilinib, o'rniga har xil guruhlar davlat tepasiga kelib, bu yerdagi siyosiy ahvol tang ahvolga tushib olmoqda. Mana keyingi paytlarda hattoki Yevropada, mana Ukraina misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. Shunga qanday qaraysizlar? Tarixni agar bunday og'darib qarasak, Birinchi jahon urushi 1812-yil, undan keyin Ikkinchi jahon urushi 39-yil boshlangan bo'lsa, 1941-45-yillardagi urushda bir nechta davlatlar qatnashgan bu jahon urushida. Endi shunda savol tug'iladi. Nima uchun urush qilishgan? Sabab nima? Bu yerda javob shuki, bir davlat ikkinchi davlatda o'ziga muhtoj qilib, bosib olib, o'shani uni iqtisodiy tomonidan foydalanish uchun bosqinchilik urushini boshlagan shu vaqtda. Birinchi jahon urushida ham, ikkinchi jahon urushida ham. Endi hozir meni o'zimning shaxsiy fikrim shundayki, eng taraqqiy etgan kapitalistik dunyo, uni boshida mana Amerika Qo'shma Shtatlari turibdi. Undan keyin Yevropadagi shunga o'xshagan kapitalistik davlatlar endi juda ham ana shu ikkita jahon urushidan keyin qurol yarog'ni ko'proq ishlab chiqarishga berilib ketishdi. Ayni u qurol ishlab chiqqandan keyin u qurol alqatta ishlatilishi kerak. U sotilish kerak. Uni orqasidan ular boylik orttirish kerak. O'sha hisobdan mana shu tinch, osoyishta yashab turgan davlatlarning orasiga nifoq, nidot olib kelib turib, shularni bir-biriga qarama-qarshi qilib, urushtirib, shu qurol yarog'ini sotib, shundan katta foyda ko'rish niyatida tashkil qilishyapti. Qanday gap bu? Mana hozir domla aytdilar. Hozirgi mana o'sib kelayotgan yoshlarimizni bir qismi, bir
%0.0 misol uchun shunaqa narsalarga berilgan bo'lsa qolgan qismi berilgani yo'q. Biza bugun shukronalar qilib ming bor shukr qilamizki, bizni davlat rahbarlarimiz bizga to'g'ri siyosatini olib borib turib tinchlik, sevar haligi siyosatini olib borgandan keyin hamma joyda shu mehnat orqasidan kun ko'ramiz, tirikchilik qilamiz deb yurimiz shunaqa. Lekin bizning mana shu tinchligimizni ko'ra olmaydigan haligi men aytgan sanab o'tgan davlatlar imminni o'sha qurol yarog'ini sotish, keyin bu musulmonlarning orasida bir-biriga nifoq, ya'ni nido keltirib chiqarish, buni orasida bizning iqtisodiy tomondan biz qanchalik orqaga ketsak, ularga shuncha foyda. Chunki ular ekspluatatsiyaga o'rganib qo'ygan, bizani ekspluatatsiya qilib o'zlariga boylik orttirishdan boshqa niyati yo'q. Ukrainadagi siyosiy ahvol hozir butun dunyo ommaviy axborot vositalarida keng yoritilmoqda. Mana Poroshenko Ukraina prezidenti muxolifat bilan hech qanaqa uchrashuv, dialog o'tkazilgani yo'q. Agar o'zimizni Tojikiston tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana 90-yillarda Tojikistondagi siyosiy ahvol qanday edi? Grajalar urushi edi. Mamlakatimiz prezidenti Emomali Rahmon muxolifat rahbarlari bilan bir necha marta uchrashdi. Bir marta bir emas, nechta joyda uchrashdi. Bir nechta joyda uchrashdi. Shunday. Hattoki urush o'chog'i bo'lib turgan Afg'oniston poytaxti Qobul shahriga borib, Qobulda uchrashdi va so'nggi bor Moskvada uchrashib, milliy birlik kuniga erishildi. Aytmoqchimanki, tinchlikka erishildi. Nima sababdan Ukrainada bu holat kuzatilmayapti? Fikrlaring qanday? Meni fikrim shundayki, hozirgi aytilgan gapga men shunday xulosa qilamanki, prezidentimiz Emomali Rahmon bilan men o'sha davrning o'zida mana shu diyorimizda bir necha marta shunday uchrashuvda qatnashganman. U odam bitta aytdi, men tinchlik tarafdori. Keyin bizning mamlakatdan holiga aytilganda ba'zi bir tashqi kuchlarning ta'siri asosida bu yerda endi boshqa odamlar kelib bosib olarkan degan boshqa tushunmovchilik natijasida Afg'onistonga yo Pokistonga o'tib ketgan hamvatanlarimizni hammasini yig'ishtirib qaytarib olib kelib, shu yerda o'zimning vatanimda qaytarib olib kelaman degan niyatni ilgari surgan. Haqiqatan shu niyatni ilgari surdi, amalga oshirdi, tajribada ko'rsatdi. Men endi yana bitta narsa aytmoqchiman. O'sha vaqtda meni esimda bor, mana shu kichkinagina mana Tojikistonimiz agar tarixiy yer shari bo'yicha agar olib qaraydigan bo'lsa, unchalik katta mamlakat emas. Lekin mana shu diyorimizdagi 94-97-98 voqealarni hozir men ko'zim oldida lentada o'tib turibdi. Mana endi hozir shu Jabor Rasulov nohiyasini olib qaraydigan bo'lsak, shu yoshlarni ekstremistik, terroristik guruhlarga kirib qolishiga siz ichki ishlar xodimi sifatida sizning fikringiz qanday? Darhaqiqat mana hozir domla aytib o'tdilar, mana ma'lum rais aytib o'tdilar. Birinchi bor tarixga qarab chiqdik. Mana birinchi unday qarasangiz dinlardan to'rtta din, yahudiylar, zardushiylar, nima deydi, islom dini, xristian dinlari mana dunyoda eng katta bir dinlardan hisoblanadi. Keyin tariximizda mana hozir raislar aytib o'tdilar, haqiqatan 90-91-yildan keyin 97-yilgacha mana davlat ikki taraflama bo'lib qolgandi. Oppozitsiya tarafi qancha janjollar, urushlar bo'ldi. Mana Dushanbe taraflarda, Rasht, G'arb taraflarda. Mana shu yerda qarab chiqsak, haqiqatan ham o'sha paytlar qiyin edi. Prezidentimiz 27-97-yil shu Moskvada oppozitsiya tarafi bilan bir necha marta borib suhbatlar o'tkazib turib, oxiri mana kelishilgan holatda davlatimiz tinch holatga keltirdilar. Shunday Xudoga shukr deymizki, mana 98-yildan keyin bu yerga hammasi yaxshilikka boshlandi. Tinchlik bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ko'p mana bayramlarimiz yaxshi o'tayotgan bo'ldi. O'sha paytlar yo'q edi shu narsalar. Rossiyaga borib kelayotgan odamlar ham bitta ikkita hisoblanardi o'sha paytda ham. Keyin mana hammasi yo'l ochildi. Kim nima soyibkorlik bilan shug'ullandi, kim nima ish qilsa hamma yo'l ochilib berildi. Boshqa davlatlardan kelganlar ham havas qilardi biz davlatga. Haqiqatan xalqi, demokratik xalqqa nimasi edi. Davlat xalqqa bo'ldi. Kim nima ish qilsa qildi. Lekin qonundan nimada chiqqani yo'q hech kim. Shunga qaramay, lekin hozirgi paytda haqiqatan ham Jabor Rasulov emas, butun Tojikiston Jumhuriyati miqyosida agar hisoblab chiqsa, hozirgi paytda 549 kishi mana shu hozirgi Suriya, Iroq davlatlarida mana bu janglarda ishtirok qilyapti degan mana ma'lumotlar bor. Shundan 169 tasi mana halok bo'ldi deydi. Qanday halok? O'lgan, shu yerda jang qilib turib o'lgan. Yo'q, bunday qarasa kim bilan kim urush qilyapti shu yerda? Musulmon bilan musulmon. Boshqa hech kim urush qilgani yo'q. Musulmon bilan musulmon urush qilyapti.
buni Jabor Rasulov noyasida man shuncha yil 16 yildan beri ishlagan bo'lsam 2007-2008 yillarda bunaqa gaplar yo'q edi. Mana davlat mana boshqa oqimlar, musulmon oqimlar, Hizb Tahrir, Salafiya, mana Ansurulloh, boshqa mana oqimlar paydo bo'lgandan keyin biladimki Hizb Tahrir, mana hizb harakati bor edi, o'shanda a'zolar chiqqandi. 5 kishi xolos edi. Mana domlalar biladilar. O'lakan o'zimizning mana qishloq jamoatidan 1 kishi qamalgandi. Boshqa mana Gulxona jamoatidan, Praltardan 4 kishi qamalib chiqqandi. Undan keyin tinch edi. Shu bugungacha hech kim o'ylamasdiki, Jabor Rasulov mana shu shaharmandlari birontasi boshqa joylarda shu davlat xoini, ya'ni Suriya davlatlarida shu musulmonlar bilan urush qilyapti degan gaplar yo'q edi. Lekin mana 2013-yildan keyin bolalarimiz, mana yoshlarimiz ko'plari Rossiyaga borib, bu qanday sabab? Sababi aldanish. Bu aldanish. Tushunmaslik yoshlarimiz, musulmon islom dinini tushunmasdan turib, kimlar yoqda shu oqimga qarshi ularni da'vat qilgan. Rossiya tarafida, mana Rossiya nimasida da'vat qilingandan keyin o'z odamlarini mana bu bizning jumhuriyat, boshqa qo'shni davlatlarimiz, Osiyo davlatlariga yuborgandan keyin ularni shu oqimga nima deydi, yashirincha qo'shtirib bu musulmon davlatini bunday qilamiz, biz bo'lsa mana shu Suriyada musulmon davlatini, islom davlatini o'rnatamiz degan. Mana internetlar paydo bo'ldi, kompyuterlar paydo bo'lgandan keyin bular shu kompyuter, internet asosida ham nimasida chiqib, yozib, har xil nima qilib yoshlarni ko'pini shu singdirib tashladi. Shu narsaga o'ziga jalb qilishni boshladi. Lekin yoshlarimiz bu tushunmovchilik bu. Bunday olib qarasangiz, necha yoshdan buyog'i? Mana 45 yoshdan buyog'i, 35 yoshdan buyog'i tushgani yo'q. Hammasi 22 yosh yo 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ketyapti. Bundan katta yoshlarimiz nimaga tushunib turib o'z harakatini, o'z oilasini o'ylaydi, boshqasini o'ylaydi. Lekin mana shu 2013dan buyog'i mana Jabor Rasulovdan birinchi nimadan chiqdi, mana o'zbek qishloq jamoatidan, Somoniy jamoatidan, mana Jabor Rasulov noyasidan yoshlar ketdi. Ularni ham mana qanday nima qilgan? Rossiyaga ishlab borgandan keyin avval bittasini jalb qilgan. Bir kishi boradi, 2 kishini olib keladi. 2 kishi boradi, 3 kishini olib keladi. Jalb qilib turib, shuni Suriyada mana boramiz, biz musulmon davlatini ishlatamiz. Mana pul mana buncha. Lekin bularning hammasini orqasida pul turibdi. Mana bu Rossiya boshqa Yevropa davlatlari, baquvvat, pulquvvat davlatlardan Amerika, boshqa Yevropa davlatlari ularni pul berib, nima deydi, mablag' bilan обеспечить turibdi. O'rtada kimlar pul qilyapti. Lekin yoshlarimizni bular tushunmaydi, mana bunday qilamiz, unday qilamiz. Sizlar hozir borganlaringdan keyin mana bunday bo'ladi, jihad qilasizlar, jannatga tushasizlar. Bu hammasi yolg'on gap. Biz yoshlarimiz ishonib, hozir mumkin yoqqa borgandan keyin biz o'zimiz borganimiz yo'q, hech qaysimiz qatnashganimiz yo'q. Lekin ular qaysi ahvolda hozir yoqda? Yoqqa borgandan keyin o'zi aldanganiga pushaymondir. Shunday haq. U yerda bunday obod joylar yo'q, suv yo'q, daraxtlar yo'q, bunday bog'bonlar yo'q. Hamma joy cho'l. Siz yoshlar orasida qanday targ'ibot, tashviqot ishlari qilishimiz kerak? Sizning fikringiz qanday? Yoshlar orasida targ'ibot tashviqot ishlari balki organ vakillarini, balki shu aholi ichida ota-ona shu o'zlari nazorat qilish kerak birinchi o'rinda. Bundan tashqari keyin tashqarida yurgan misol qarindosh urug', maktablarda o'qituvchilar, oliy o'quv yurtlarida ham o'qituvchilar nazorat qilish kerak. Qattiq nazoratga olishimiz kerak. Bunday qarasangiz, qush inida ko'rganini qiladi deydi-ku polaponi. Haqiqatan shundayda. Bir xil oilalar bor, yaxshi oilalar. Hech qanday nimaga muhtoj emas. To'g'ri. To'g'rimi? Hamma narsasi bor oilada. Hech qanday oilaviy biror nimaga muhtoj emas. Lekin bunday qarasang, ko'p oila shunday oilalardan ham ketyapti. Nima uchun muhtoj? Bu tushunmovchilik oilada mana yashirib keladi ota-onalar. Shu narsaga oqimga kirib keladi, ota-ona biladi. U yonidagi mana juft haloli, ayoli ham biladi. Lekin bular yashiradi, aytmaydi, qaytaradi. Qanday qaytaradi? Shu jamoatchilik, mana biz bor, mana jamoat domlalar bor, boshqa kishi bor. Kerak bo'lsa shularga aytib turib, shular bir og'iz mana suhbat, ko'p yigitlar mana suhbat o'tgandan keyin qaytyapti ko'plar. Mana shu oqimga kirayotgan mana nechtasi bilan suhbatlashdik, boshqa organlar, mana domlalar o'zlari hammamiz borib suhbatlashib, ko'p nimalarni qaytardi. Mana hozir Siriya, Iroqqa jo'nab ketadigan yoshlar, shu terroristik guruhlarga qo'shiladigan kishilar haqida so'z yurityapmiz. Ba'zilar nafaqat o'zi, oilasi, farzandlari bilan jo'nayapti. Jangda halok bo'lgandan keyin ularning oilasi, farzandlariga o'sha begona davlatda qolib ketishi achinarli hol emasmi? Darhaqiqat bu achinarli hol. Endi bu yoshlar o'zi mana tushunmay, o'zi mayli, o'ziki mayli, oilalarini yo'ldan urib olib ketib, yoqda boshqa hayot ekan, boshqa narsa. U nima qiladi? U borgandan keyin ayolni boshqa joyga tashlaydi, erkagini boshqa joyga ajratib tashlaydi. Mana jangda ishtirok qilasan. U jangda o'lgandan keyin ayolini boshqasi bilan nikohlab qo'yar ekan.
Bir kunlik nikohmi, 2 kunlik nikohmi, unisi o'lgandan keyin tam unisiga nikohlab qo'yadi. Bu disvit haqiqatdan qarasangiz achinarli hol. Bolalar nima holatda? Bu yerda bir maktab bo'lmasa hozirgi paytda urush, janjal, nima tarbiya oladi, nima qiladi? Darhaqiqat bu achinarli hol, deb olib qarasa. Biz Tojikiston ozod demokratik davlatda yashaymiz. Davlatimizda vijdon erkinligi qanday? Bunday qarasangiz haqiqatan Tojikiston Jumhuriyatida mana qonun chiqarilgan. 948-nima bilan 989-26 mart 2009-yildan o'sha qonun bor. Darbora mana ozodiy vijdon va ittihodiy diniy. Hech kim qarshilik qilgani yo'q. Hamma erkin holatda boradi. Mana 5 mahal namoz bo'lsa o'qiydi. Hech kim uni oldini to'sganimiz ham yo'q. Mumkin mana marhamat, domla aytmoqchi. Hozir nimada qarasa Tojikiston Jumhuriyati 4,5 mingdan oshiq masjidlar bor. O'zimizning nohiyamizda 40 ta maktab muassasa tashkiloti bo'lsa, 40 ta masjidimiz bor. Hech kim birontasini yopgani yo'q. Hammasi ozodona, erkin holatda borib namoz o'qib, mana Qur'on namozni qilib kelyapti. Borib bironta nima qiroatini qilib kelyapti. Biz borib yo'g'on bu boshqa nimalar nima deydi, hifz-huquq organlari ham to'sganimiz yo'q. Marhamat, borib o'qiydi. Lekin masjid nimasida bo'lsin. Lekin chetda, boshqa mana nima deydi, jamiyat joylarida shu narsa o'qilmasin. Masjidlar bor, hammasi masjidda bo'lsin. Bu hammasi erkinlik nimasi bor, qonun bor. Albatta shu yerda bir narsani mana shu bizlarni ko'rib turgan hamdiylarimizga aytishimiz kerak. Har bir so'ziki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar, ha u narsa endi amalga osharkan demaslik kerak. Balki Rasulullohning bu so'zlaridan hammamiz shor tortishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir farzandiki dunyoga keladi, u islom fitratida, ya'ni Xudoni tanib tug'iladi deyaptilar. U xo nasroniyni, xo yahudiyni, xo xristianni, xo kimni farzandi bo'lishidan qat'iy qaysi dindagi farzand bo'lishidan qat'iy nazar u o'sha islom fitratida tug'iladilar. Endi uni dunyo hayotiga kelib shakllanishi, hayotda o'z o'rnini topishligi bu Rasulullohning so'zlaridan ota-onaga bog'liq deyaptilar-da. O'sha har bir ota-onaga o'zini xonadonida kamolga yetib, shakllanib, xo dunyoviy shakllanish, xo diniy shakllanishni ko'rib turib, albatta shu narsaga beparvo bo'lishlik boyagi ota-onaning o'zini mas'uliyatdan uzoq bo'lib qolganiga sabab. Xususan mana shu kecha kunduzlar shu g'ulakandozimizdan ham shu boyagi hozir Suriya davlatlari ketib, o'shalarda mana sarson sargardon bo'lib, mana bu dunyo hayotdagi betdagi ota-onalari, farzandlari, aka-ukalari bir xalqni oldida bir yuzlari qandaydir malul bo'lib, bularni qandaydir bir jamiyatga noqulay holatga tushib qolishligi albatta bu bir katta bir achinarli holat bu. Lekin shu narsani oldini olsa bo'lardi. Shu farzandlarni mana shakllanib turishini ko'ryapti. Oxir shu paytda bir ahli ulamolarga bir murojaat qilib, farzandimga bir nasihat qiling yoki farzandim mana shunday holat kelyapti deyishni o'rniga mumkin o'shalarning xatolaridirki, bugun o'sha narsani xatoligi o'shalarni o'zini xalqni oldida, jamiyatda oldida mazlum ma'ligi yuzlarini bir uncha o'zlarini noqulay ishga sabab bo'lyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir odam kelib aytdiki, men jihodga bormoqchiman dedi. Rasululloh aytdiki, seni otang, onang bormi? Hamma bir qari ota-onam bor. Rasululloh aytdiki, bo'lmasa shu ota-onangga qaragin dedilar. Haligi sahobini jihoddan man qildilar. Hozir boyagi yuqorida gapimiz takror bo'lsa ham jihodga hech qanaqa ehtiyoj yo'q hozir. Jihod degan nomni bir joyga borib ishlatish uchun yoki shuni amaliy oshtirish uchun hech qanaqangi bir Qur'oniy hukm ham yo'q. Rasulullohning hukmlari ham yo'q. Chunki o'sha boyagi muxtasarul viqoyaki bizning islom aqidamizni boshi bo'lgan agar shu kitobni shu yoshlarimiz olgina bir mutolaa qilganlarida edi, hozir mana shunday xatolik yo'lga kirmas edilar. Zeroki payg'ambar aytdilarki, bir zamonlar keladi sizlarga shunday sayuz hal fitan, sizlarning ishlaringiz fitnalar zohir bo'la boshlaydi va yurfa'ul ilm va sizlardan ilm ko'tariladi dedi. Aynan hozirgi paytda bunday qarasangiz mana shu fitnalar, guruhbozliklar, firqabozliklar, mana shu narsalar jamiyatning ichiga sekin kirib kelgan fitna. Shundan hammamiz ham birodarlar ogoh bo'laylik. Keyin Rasulullohning bitta bir so'zlari bor. Shunday bir zamonlar keladiki, sizlarning ishlaringizdan yosh, baquvvat shu yoshlar chiqadi. Lekin ular kam aql biladilar, farosatlarga ham o'zlariga yarasha bo'ladilar. Ular shu Qur'ondan, hadisdan gapirishadi,
ularni amallarini ko'rib turib gohida siz o'zingizni ularni amalda hech narsa hisobga sololmaysiz. Shunchalik sunnatga e'tiborli, e'tiqodli, ixlosli, lekin dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni aytgan gaplari halqumlardan bu yoqqa chiqmaydi dedilar. Chiqmaydilar. Ular dinga qanday kirgan bo'lsalar, xuddi kamon aldan u qanday chiqqanday dedilar, ular dindan shunchalik tez chiqadilar. Mana bugun biz hammamiz shu narsaga guvoh bo'ltiramiz. Din deb, diyonat deb, jihod deb baribir musulmonlarni diyorlarini, obod joylarini noobod qilishga sabab bo'lyapti ular. Shu bilan ham o'zlarini amaliy ham so'zlar bilan yordam beryaptilar. Albatta bularni boyagi yuqorida aytgan bilan Allohning rahmatidan noumid. Payg'ambarimiz yana bir so'zlari bor. Alloh taolo aytadiki, Alloh taolo shu dunyoni yurgizmoqligi osonroqdir dedilar. Bir bandani qonini to'kilishdan dedilar. Qarang. Alloh taoloning bu dunyo olami yurgishi hech narsa emas. Kun fayakun bo'lsa bo'laveradi. Lekin shundan ham og'irroq narsa Allohga shu insoniyatning qonini to'kilishi ekan. Nahotki mana shu yoshlarimiz shunday Rasulullohning shu so'zlarini eshitmagan bo'lsalar, bugun kunda bir Allohning bergan ne'matlariga shukronalik qilib, ota-onalarni g'animat bilib, farzandlarga ilm o'rgatib, kasb o'rgatib, bir jamiyatda bir yaxshi insonlar bo'lib tarbiyalashning o'rniga bo'yni kufr ne'mat qilib, ham o'zlarini, ham jamiyatchiligimizni bir noqulay ahvolga tushirib, obod shaharlarni noobod qilib, insonlarning umriga zavol bo'lib, o'zlariga boyagi Allohning hukmi bilan do'zaxni vojib qilishligi albatta bu juda bir achinarli holat. Tojikistonda hattoki So'g'd viloyatida ham boshqa shu qonunan cheklangan guruhlarga e'tiqod qilib namoz o'qiydigan namozxonlar bor degan ma'lumotlar bor. Shunga qanday qaraysiz? Bu narsa birodarlar haqiqatan ham Imom Azam rahmatulloh alayh bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biz ummatga mo'jizalar. Bu kishi hali dunyoga kelmasdan burun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir zamonlar keladiki, bu Fors ummatidan ummatimiz charog'i chiqadilar. Bu charog' endi bilamizki, hamma ravshanlik, inson yo'lini ko'radi, ishini qiladi, ilmini amalga oshiradi, kasbini amalga oshiradi. Endi charog' ana shu Imom Azam rahmatullohi alayh islom ummatlarining charog'i. U kishi 80-hijriy yilda dunyoga kelib, 150-yil dunyoga o'tgan bo'lsalar, u kishi dunyoga kelib bir kamolga yetgan paytda islom ummatlari bir parokandachilikka uchradi. Lekin bu odamga Xudo taolo o'zini bir ummatga rahmat qilib yuborib, bir haqiqiy yo'lni yuborib turib, islom ummatlarini sarjam qilib parokanda bo'lishligiga yo'l qo'ymadilar. Va shu kishini sa'y harakatlar bilan dunyo olamida ahli sunna va jamoat degan bir katta Alloh taoloning guruhi paydo bo'ldi. Endi aynan bir oddiyroq qilib tushuntirsak, bugungi kunda Salafiy oqimi, Vahobiy oqimi, Hizbut Tahrir, Jundulloh, Ikhvanul Muslimin, Turkiston milliy harakati bularni hammasini kechish mana shu kecha kunduzdagi harakatlarning ziddiyati mazhabga nisbatan. Qaraysizki, agar farzand namoz o'qiyapti-yu, shu boynagi qo'lini ilka barobarda ko'tarib ko'kragiga qo'ydimi, yoki bo'lmasa oyog'ini yirib oldimi, yoki soqol qo'yib boshiga namoz o'qiyapti, yoki bo'lmasa boynagi kiygan boynagi shimi kalta, bilingki bu farzand allaqachon o'sha boynagi mazhabdan boshqa yo'nalishga, haligi islomiy ekstremizm, terrorizm oqimiga yo'nalishga o'zi bu bala shakllanib bo'lgan bu. Bundan yaxshilik kutib bo'lmaydi. Endi shu o'rinda so'ramoqchiman, mana shunaqa ekstremistik guruhlarga a'zo bo'lib qolganlar shu ichki ishlar tomonidan aniqlanganmi? Daraqat mana shu guruhlarga a'zo bo'lgan nimalardan daraqat aniqlandi. Bundan hozir nima qilsak, o'z mana Somoniy jamoatidan 3 kishi aniqlandi. Haqiqatan mana shu Suriya davlatida shu muxolifat kuchlari bilan birgalikda musulmonlarga qarshi mana urush nimalarida qatnashib turib ishtirok etyaptilar. Bu 3 kishi familiya nomlari hammasi bor. Bular mana bu 3 kishilar tomonidan daraqat yaqinda nimaga e'lon qilindi, qidiruvga. Bular mana qidiruvga e'lon qilingan nima deydi? Interpol tarafidan ham shu yoqqa berilib, Interpol tarafidan ham mana qidiruvda ular haqiqatan aniqlandi. Undan tashqari mana Noxiya prokuraturasi tomonidan ichki ishlar bo'limi bilan ham G'ulakanoz jamoatidan 2 kishi,
Shistoati deymiz, ular tarafdan ham 3 kishi hammasi aniqlanib turib, haqiqatan ham ular Suriya davlatida shu nimalarda ishtirok etib turib, janglarda ishtirok etayotgani aniqlandi. Ularning yozgan xatlari hammasi nimasi aniqlanib, ular ham hozirgi paytda nima tafsilot ishlari davom etyapti. Mana Bosh prokuratura oblast tumasida hammasi aniqlangan. Endi biz ham xohlaymizki, shularni oilalari, mana oldin biz bilamizki, shu davlat xoniylarini, mana rais bu ma'lum tarixdan ma'lumki, oilalari bilan kelyapti surgun qilib yuborgan. Davlat qo'yni shunday nima qilgan. Lekin biz davlatimiz demokratik davlat. Oilalariga holigacha yordam berib, biz ham iltimos qilyapmizki, agar mana adashib turib, shu guruhlarga qo'shilib turib, shu davlatlarga borib ishtirok qilayotgan bo'lsa, agar shular bilan birgalikda mana aloqaga chiqsa, qaytarishga harakat qilyapmiz. Shu jamiyatda ro'y beradigan voqealar, deylik, mahallasida ro'y beradigan voqealar, biladiki, shu yerda bir shaxs noqonuniy guruhlarga a'zo, masalan, yoki targ'ibot, tashviqot ishlarini olib yuribdi. Lekin bu mana akam emas, ukam emas, qo'shnim emas, yoki yaqin qarindoshim emas deb bu narsaga beparvo, betaraf holatda betaraf kishilarni ko'proq uchratamiz. Nima sababdan bugungi kunga kelib betaraf kishilar ko'payib bormoqda? Sababi nimada deb o'ylaysiz? Bunday qilsangiz, biz bu savollar nima qilib, bildim dedim, tutildim, bilmadim dedim, qutuldim degan razmada ish qiladi. Aytdim, men baloga qolaman, bu meni ertaga nima qiladi deb qo'rqishadi. Lekin bundan qo'rqishmaslik kerak, betaraf bo'lmaslik kerak. Ertaga bu mana bu oilasini buzgan bo'lsa, erta bu buni oilasiga o'tadi. Jalb qilish boshlaydi. Yo noto'g'rimi? To'g'ri aytdingiz. Bu yig'ilish o'tiradi, mana amr ma'ruf qiladi deydi. Erta buni oilasi ikkinchi oilaga, bu ko'chaga o'tadi. Betaraf bo'lib qolganimiz sababi shuda. Aytmaymiz biron organga yo boshqa joyga xabar bermaymiz jamoatchilikka. Shu mahallalarda rais mahallasi bor. Mana bizga aytamiz, shu odamga aytish kerak. Rais mahalla keladi jamoatga. Jamoat kimga chiqadi? Organga chiqadi. Hammasi o'zini nimasida bo'lingan nima deydi? Kurtak nimasida bo'linganda barg buni netishga deydi-ku. Ana shundaydi. Aytamiz, rais mahalla bu. Mana aytma. Bu ham hammasi yashirin holatda. Biz ham yashiramiz. Kim aytgan nimasini. Lekin mana betaraflik mana shu bilib turib mahallada nima qilib kelyapti, oxir oqibat mana shu narsalarga olib keldi-da, bilmadim deb turib. Biz 70 yil Sovet ittifoqi, ya'ni SSR degan davlatda yashadik. O'sha paytda vijdon erkinligi, dinga bo'lgan munosabat qanday edi? Hozirgi kunda dinga munosabat qanday? Tarixdan hammamizga ma'lum, mana Sovet davlati 70 yil hukm surgan. Sovet davlatida 1918-yil 5-fevralda din davlatdan, maktab dindan ajratilganligi to'g'risida Leninning farmoni chiqqandi. Shundan keyin maktablarda din ta'limlari yo'q qilingandi. Sekin-asta, ayniqsa 30-yillarga kelib, sinfiy kurash nihoyatda kuchayib ketib, maktab diniy barcha tashkilotlar, masjidlar, diniy katolik va boshqa idoralar hammasi yopildi. Bundan hammamiz bilamiz, qatag'onlar davri amalga oshdi. Mana puldor, dindor, ilmi bor, ishbilarmon kishilar hammasi qatag'on qilib yuborildi. Shuning uchun keyin mana bu qatag'onlar tufayli juda ko'p ilmli, zo'r kadrlar, davlatni siyosiy arboblari, harbiylar, madaniyat arboblari yo'q qilindi. 5 million kishi qatag'on qilingan ekan shu 30-yillar davomida. Bular mana 50-yillar davomida, mana 56-yil partiyani 28 qarori bilan keyin qaytadan ular oqlandi. Bu yaxshi albatta. Lekin masjidlarda namoz o'qish va qilish shu ulug' vatan urushi davrida qiyinchilik bo'lganda, mana hatto shu Sovet davlati rahbari Stalin ham ijozat bergan. Hamma o'z diniga sig'insin, Xudodan so'rasin, biz dushman ustidan g'alaba qilaylik degan murojaati ham bo'lgan. Shundan keyin sekin-asta masjidlarni ochish va yana o'z diniga sig'inish boshlangan. Lekin baribir mana bu to mustaqillikkacha ham masjidlarning soni mana domla hozir aytib o'tib ketdilar. Bizani viloyatimizda 3 ta masjid bor edi xolos. Shulardan bittasi biz G'ulakandoz jome masjidi edi. Respublikada ham oz miqdorda edi. Mana diniy ma'rakalar, marosimlarni o'tkazish qiyin edi. Ko'p narsalar taqiqlangan edi. Mustaqillik qayta qurish davridan keyingina, ayniqsa mustaqillik davrida keyin shu din erkinligi, vijdon erkinligiga keng yo'l berildi. Mana ro'za, Ramazon hayiti, Qur'on hayiti bayramlari mana milliylashtirildi. Davlat tomonidan shu kunlar dam olish kunlari deb
e'lon qilindi va bu hozirgacha juda mukammal ravishda amalga oshirilib kelyapti. Haqiqatda ham mana bizani ota bobolarimiz orzu qilgan shu Xudoni uyiga hajga borish. Lekin buni qarangki, shu paytda imkon yo'q edi. Mana mustaqillik davrida hozir domla aytganlaridek har yili 4000, 5000, 6000 mana bu yer 6500 kishi mana shu Xudoni uyiga borishga imkoniyati bor. Buni qarangki, mana bizlar ham Xudo nasib qilib 2012-yilda borib keldik. Shu mana ham oliy ma'lumotli o'qituvchimiz. Lekin darsimizni ham o'tamiz. Ba'zida mana beshah namozimizni o'qiymiz. Hech kim bizga ishtima demaydi. Men o'ylaymanki, hozirgi paytda yoshlarimiz, u yosh qarimi, o'rta yoshmi, shukr qilib, beshah namozini o'qib, o'zini hunarinimi, ishinimi, o'qishinimi bajaraversin. Nima qiladi? Har qanday guruhlarga qo'shilib. Bu hammasi geopolitik siyosatning qurbonlari bo'lishyapti. Dunyoda mana eng kuchli davlatlar bor. Shu kuchli davlatlar, misol uchun o'sha Ukrainada voqeaga yana qaytadigan bo'lsak, o'sha Rossiyani sindirish uchun Amerikaning siyosati bilan Rossiya-Ukraina urushi kelib chiqib turibdi. Rossiya-Ukraina urushi bizning Tojikistonga ham ta'sir qilyapti. Chunki Rossiyadan, Ukrainadan juda ko'p qochoqlar qochib Rossiyaga o'tyapti. Ular ish o'rinlarini egallayapti. Bizani odamlarimizga emas, ularga ish berishyapti. Natijada bizni Tojikistondan boradiganlarga ish kam bo'lyapti, qaytib kelyapti. Men o'ylaymanki, ko'ryapsizmi, bu albatta geopolitik siyosatning qurbonlari bo'lib qolyapti bizani fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarimiz. Mehnat muhojirlari. Mehnat muhojirlari ayniqsa. Shuning uchun men o'ylaymanki, bunga davlatimiz shularni yana ko'p yoshlarimiz, muhojirlarimiz deportatsiyaga uchrashgan. Shularni yengillashtirish, ochib shularni bemalol borib ishlash imkoniyatini qilsa, shunga davlatimiz rahbarlari, mutaxassislar, tashkilotlar, idoralar murojaat qilib, shu masalalarni agar yanada hal qilishsa, ish o'rinlari yana ta'minlanib, bemalol jamiyatimiz, davlatimiz rivojlanishi davom etardi deb o'ylayman. Mana hozirgi kundagi talabalar mana shunday guruhlarga munosabat qanday deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda talabalarning bu guruhlarga munosabati avvalgidan pastroq bo'ldi. Avval juma kunlari namozga o'tib ketishardi. Hozir endi bu namoz o'qishga bizlar taqdirlagan emas-ku, просто ular shunaqa guruhlar qo'shilishib ketishadi. O'sha aynan shu vaqt namoz paytida biz tarbiya soatlarini qo'yib studiyalar ustidan nazorat qilamiz. Chunki shuni ekstremist guruhlarga qo'shilib ketmasligi uchun. Shu 2 soat 2 dan soat 1 dan 2 gacha bo'lgan vaqtda 1 soat tarbiya soat o'tamizki, shu yoshlarimiz shu nimaga o'tib ketmasin, ekstremist guruhlarga qo'shilib ketmasin. Mana hozir shu butun dunyo xaritasiga agar nigoh tashlaydigan bo'lsak, qayerda shu jang bo'ladigan joylarda asosan, men 100% deb ayta olmayman, asosan shu musulmonlar yashaydigan davlatlarda. Lekin biz aytyapmizki, musulmonlar davlatlaridagi muxolifat kuchlariga tashqi tomondan har xil yordamlar berilyapti. Nahot shuni musulmonlar o'zi tushunmasa, bu bir tomondan islom dinini nüfuzini biroz pasaytirib qo'ymaydimi? Albatta bu yerda bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, Alloh taolo Qur'onda "Val fitnatu ashaddu minal qatl" dedilar. Ya'ni boyagi o'ldirmoqlik bu fitna shu o'ldirmoqlarni yomonroq deyaptilar, qattiq deyaptilar-da. Hay misol uchun hozir agar bir davlat ikkinchi davlatni olib ustidan hukmron qilsa ketaveradi. Lekin ma'naviy urush bu to'xtamaydi. Bu aqidaviy urush bu to'xtamaydi. Chunki bu aqidani agar sof bo'lsa yaxshi. Lekin bunga ozgina agar fitna agar qo'shiladigan bo'lsa, bu boyagi o'limdan ham yomonroq deyapti-da. Uni to'xtatib bo'lmaydi. Shuning uchun xalqlarimiz xosatan mana shu fitna degan narsadan uzoq bo'lish kerak. Hatto payg'ambarlarga fitna dedilar. Hazrati Anas roziyallohu anhu payg'ambarimizdan bir hadisni rivoyat qiladilar. Aytadiki, fitna bu uyqudagi bir narsa. Buni kim uyg'otsa dedilar Rasululloh, o'sha mal'un dedilar, o'sha la'natlangan dedilar. Shuning uchun siz bilan biz Tojikiston xalqlari Allohga biyada shukronalar qilishimiz kerakki, shunday bir davlatimizda musulmon bilan musulmon, bir qardosh bilan ikkinchi qardosh, bir millat bilan ikkinchi millat
urushgan paytda boshimizga Alloh taolo shunday bir odil, g'amxor shu Janobi Oliy muhtaram Imom Rahmonov olib keldiki, bu insonni mana Baxtiyorga aytmoqchilar, niyatlari bitta edi. Men xalqimga tinchlik olib kelaman dedilar. Ana shu aqida bugun biz Tojikiston xalqlarini mana shunday bir tinchlik, farovonlik, shunchalik obodonchilik, kelajakka umid bilan yashashimizga sabab bo'lyapti. Shuning uchun mavzumiz yana biroz o'zgarsa hamki, boyagi davlatimizni tinchligi, xalqlarimizni diniy diyonatdagi boyagi ixtiloflarni olishdagi ba'zi bir betarafliklarni birodar biz tashlashimiz kerak edi. Bu chaqimchilikka kirmaydi. Nima uchun? Payg'ambardan so'raki, islom nima deganlarda, islom bu ochlarga taom berishlik dedilar va musulmonlar jamiyatiga xayrixohlik. Vaholanki biz Tojikiston xalqi ham 99% musulmon biza. Ikkinchidan Rasululloh aytdilarki, siz agar bir munkir ishni ko'rsangiz, munkir ish nima? Munkir ish shu Xudoga yoqmagan ish. Bu zinokorlik yoki bo'lmasa mana bu boyagi jamiyatga bo'lmasa keladigan bir noxush holatlar ham, shu narsani ko'rib tursangiz, shuni qo'lingiz bilan qaytaring dedilar. Qo'lingiz bilan qaytara olmasangiz, tilingiz bilan qaytaring dedilar. Endi tilingiz bilan qaytara olmasangiz, qalbingizda endi shuni nima bo'lar ekan, aytsammi, aytmasammi deb tursangiz, bu eng iymoni zaif alomati dedilar. Ha, musulmon bandasini asosiy boyagi shakllanishi u iymon u. Vaholanki agar iymon mustahkam bo'lmoqligi uchun biz har qanday ishni qo'limiz bilan, tilimiz bilan o'ynagan narsadan hech qanday xavf tortmasdan bu chaqimchilikka kirmaydi bu narsa. Agar bugun biz shu narsani oldini olmasak, Xudo ko'rsatmasin, ertaga kelsa, agar bir joyda bir tarkish, bir portlashni qilsa, o'sha yerda shu xalqning farzandlari dunyodan o'tadi. Agar bular haqiqiy islomiy odam bo'lganlar dedi, haqiqiy sunnatiy odam bo'lganlar dedi, bu Tunisdagi bir masjidni portlashini qarang. Yoki mesela Saudiya Arabistoni xuddi islom markazidagi bo'yagi masjiddagi portlashni qarang. O masjidda shu ish amalga oshirilgandan keyin biz qaysi nuqtai nazardan u odamni haqiqiy musulmon deb qabul qila olamiz? O aytibdilarki, Alloh taborak va taoloki, agar yer yuzi odamlari hammasi bir bo'lib, agar bir musulmonni qonini to'ksa, Alloh taolo hamma ahli dunyoni Alloh taolo bo'yagi do'zaxga mahkum qilar ekan. Shunday ishlarga endi sabab bo'lib qolmasligi kerak. Shunday ishlarga insoniyat bo'yagi tili bilan, bo'yagi xatti harakati bilan yordam bermasligi kerakki, va albatta shu insonni Allohning rahmatidan noumid bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bizlarni biz sof e'tiqodlarimizdan mana shunday bir yot unsurlar foydalanmaslik kerak. Biz mana shu davlatga, davlatdorchilikka, mana shunday g'amxor prezidentlarimizga doimo shukronalar qilib, inshaalloh shu duoda bo'lsak, shukurda bo'lsak, o'ylaymizki, bizni jamiyatimizni mana shunaqangi noshariy, mana shunaqangi bir islom nomidan gapiradigan guruhlar inshaalloh o'rab olmaydi. Xalqimiz inshaalloh tinchlikda, osoyishtalikda, mana shu kelajak avlodni bir hayoti farovonligida ko'p yana yaxshi ishlarimiz amalga oshadi. Chunki Rasulullohning bizlarga bergan nasihatlari borki, o'sha shahringizni obodchiligi, sizlarni umrlaringizni uzun bo'lishi dedilar. Sizlarni mana shu islom ummatlariga bo'lgan xayrixohligingizda dedilar. Qarang, shaharlar ham obod bo'lar ekan, umrlar ham uzoq bo'lar ekan, qaysida? Qachonki bir oqibat bo'lsa, bir rahm shafqat bo'lsa, shundagina keyin bu yurt obod bo'ladi. Agar insonlarda oqibat bo'lmasa, mehr bo'lmasa, o'ynaga bir musulmonlarga bir xayrixohlik bo'lmasa, mana o'zimiz Liviya shahar davlatida ko'rib turibmiz. Mana Iroq degan davlatlarda ko'rib turibmiz. Bugun mana Misr davlatlarida buni ko'rib turibmizki, shu insonning zulmkorligi oqibatida, tajovuzkorligi oqibatida obod shaharlar vayron bo'lyapti. İnsonlarning o'limiga sabab bo'lyapmiz. Shuning uchun mana bunday bir holatlardan hammamizdan birodarlar ogoh bo'lib, betaraflikni bir tarafga qo'ymoqligimiz kerak. Shu grajdanlar urushi respublikamiz iqtisodini bir necha 10 yillab orqaga tashlab yubordi. Lekin shunga qaramasdan hozir respublika hukumatı, viloyat rahbarlari, qolaversa rayon rahbarlari ham yangi ishchi o'rinlari ochish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun bir nechta qarorlar yoki o'zlarining fikrlari bilan chiqish qilishyapti. Bu albatta xalqimizni yaxshi yashashi uchun zamin yaratadi.
shu xalqimizga bir og'iz gap shukrlik bo'laylik. La in shakartum la azidannakum. Agar biz shukrli bo'lsak, inshaalloh bugungi mana shu Tojikistonimizdagi tinchlik, osoyishtalik, iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanish yanada yaxshi bo'ladi. Chunki yagona oyatiki Qur'onda Alloh taolo mana shu oyatni zikr qildi. Bandalarim shukr qilsa men ziyoda qilaman dedi. Agar siz bilan biz bugungi kundagi ota-onalar, mas'ullar shu har bir dasturxon atrofida, har bir jamiyatchilikda ham qishloqlar, ham diyorlar shukr qilaylik desak, inshaalloh shu shukrimiz orqali Alloh taolo bugungi tinchlik, osoyishtalik kunimizni Alloh taolo ziyoda qiladi. Farzandlarimizni inshaalloh Alloh taborak va taolo shu ota-onaning shukri evaziga Xudo xohlasa to'g'ri yo'llarga hidoyatga sabab bo'ladi. Mana shu narsani dasturxon atrofida o'tirib doimo duoda bo'laylik. Aziz tomoshabinlar, bugun biz diniy ekstremizm va terrorizm haqida so'z yuritdik. Ko'rsatuvimizga kelgan mehmonlarga minnatdorchilik bildiraman. E'tiborlaring uchun rahmat. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha salomat bo'ling.